Maktabdan tashqari ta'lim tizimini yanada rivojlantirish 2026-yilda yoshlarni qaysi jihatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Umuman 2026-yilga qanday tayyorgarlik ko'rilyapti? Baribir biz avvaldan tayyorgarlik ko'ramiz-ku. Albatta, o'quvchilar uchun alohida turli musobaqalar, tanlovlar o'tkazish bo'yicha o'sha rejalarimiz ishlab chiqilgan. Ularga ya'ni o'sha motivatsion tanlovlar o'tkazishni maqsad qilgan biza. Tanlovlarimiz ichida aynan o'quvchilar, ya'ni xalqaro tanlovlarda, musobaqalarda, loyihalarda ishtirok etish imkoniyati bo'ladi. Mana joriy yilda biz Zubrionik aynan Belarusiyada o'quvchilarni 24 nafar o'quvchilarimizni, iqtidorli o'quvchilarimizni olib borib, ham sayohat qilib keldilar, ham dam olib keldilar lagerga, oromgohda. U yerda Belarusiyadan, Suriyadan, keyin Qozog'iston, Qirg'izistondan, Ozarbayjondan o'quvchilar bordi. Ular bilan tanishdi. Undan tashqari bizning o'zimizda milliy urf-odatlarimiz ko'rsatish imkoniyati bo'ldi. Undan tashqari har yili bizda an'ana bor. Aynan Rossiyaga sayohatini tashkil qilamiz. Rossiya davlatiga o'quvchilarni. Bu yil ya'ni bu narsani kengaytirmoqchi biz. Xitoy davlatiga, Yevropa davlatlariga o'quvchilarni, aynan iqtidorli o'quvchilarni sayohatini ko'paytirib, ularni o'sha dunyo qarashini yana ham rivojlantirish asosiy maqsad qilgan biz. Aynan hozirgi kunda o'quvchilarda aynan sun'iy intellekt, robototexnika yo'nalishi bo'yicha qiziqishlar juda yuqori. Joriy aynan 2026-yilda biz aynan sun'iy intellekt va robototexnika yo'nalishi bo'yicha ham tugaraylar bilan birga tanlovlar ham tashkil qilmoqchi biz. O'sha g'oliblarni o'sha chet davlatlariga, xalqaro tanlovlarga, musobaqalarga yuborishni maqsad qilgan. Motivatsiya ham zo'r ekan-da, Bahramjon aka, motivatsiya zo'r ekan. Hozir to'g'risi o'zimiz ham tanlovlar, musobaqalar tashkil qilganimizda, men hamkasbimiz ham bizaga aytadi, biza davrimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Aynan sayohatga olib chiqish, oxirgi mana 3-4 yil davomida aynan o'quvchilarimizda sayohatga olib chiqish chet davlatlariga juda ko'p. Aynan tanlovlar bo'yicha bu narsa mahalliy hokimliklarga ham juda ta'sir qildi-da. Aynan Turon maktab teatri bilan jadidlar izdan tanlovi birinchi bo'lib o'sha o'quvchilarni ta'lim sayohatga olib chiqishni birinchi bosqichini belgilab bergandan keyin ko'p davlat aynan viloyat hokimliklarining o'zlari ham tashabbus qilib, masalan Namanganda, Surxondaryoda o'quvchilarni sayohatga yuborish. Mana yaqinda surxondaryolik o'quvchilar hokimlik tomonidan homiylik sifatida belgilab Turkiya davlatiga sayohatga olib borib kelindi. Bu narsa ham o'quvchilarni kelgusida o'zini aynan do'stlarini ko'rgandan keyin yana ham o'qishga, yana aynan shu tanlovlar, musobaqalarga qatnashib, turli tugaraklarga qatnashish imkoniyatini va o'ziga ishonchini oshirib boradi. Albatta, biri-biriga ergashadi endi. Hozir hamkasbimmi davrida dedingiz, hamkasbingizmi? Bizni ham davrimizda bo'lmagan. Men 63-maktabni territoriyasidan, maydonidan tashqariga chiqmaganman, o'rtoqlar. Hozirgi bolalarimizga havas qilib qarasangiz bo'ladi. Har qanaqa imkoniyat bor. Hozir izlanasiz, harakat qilasiz, mehnat qilasiz va uni natijasi o'laroq sayohatlar, mana hozir Belorusiya, Rossiya deyaptilar, Xitoy mana yo'lga qo'yiladi deyaptilar, Turkiya deyilyapti. Bu zo'r, sayohat o'zi zo'r, dunyo qarashini kengaytiradi. Borgandan keyin bevosita u yerning madaniyatini bizniki bilan solishtirib, u yerdan o'zi uchun nimadirlar oladi va u yerdagi muloqot, odamlar bilan hamsuhbat bo'lgandan keyin albatta bizning yurtimizga ana shunday dunyo qarashi keng bo'lgan yangi avlod, ya'ni mana shu yangi O'zbekistonning avlodlari albatta ana shunday dunyo qarashi keng bo'lish kerak. Endi Abdurauf aka, yuqorida aytdingiz-ku, bog'cha masalasi. Bu zo'r narsa. Yaqinda endi bir xususiy maktab va uni rahbari bilan ko'proq muloqotda bo'lib turaman. Aytadi shu tadbirkor inson dastlab universitetni ochgan. Universitet ochganda hozir olayotgan deydi, mudo g'alvirdan o'tkazsam deydi, bolalarimiz maktabdan kelyapti, biz boshqatdan noldan o'qitib qo'yapmiz. O'ylab qarasam, maktabimni avval ochishim kerak ekan. Universitetdan avval maktabni dedi. Bu yil endi ko'rsam, yo'q dedi. Xato qilman. Maktabdan avval bog'chasini ochishim kerak ekan. Mana hozir o'sha bo'yicha loyihalar qilingan, hozir u bo'yicha o'sha xususiy bog'chalar ochilish arafasida. Demoqchi bo'lganimki, bu tizimda bu avval bog'chadan u o'zini ko'zlagan, ya'ni o'quvchilardan qanday bo'lish kerak, universitetgacha qanday
tarbiyalab, qanday ta'lim bilan ularni oziqlantirish kerak. Demak, bog'chadan boshlanadi. Undan keyin maktab, undan keyin oliygoh. Va bu zo'r tizim bo'libdi. Albatta, o'zi izlanishlar ham shuni ko'rsatadi. Bola 7 yoshgacha shu hayot davomida egallaydigan 70% gacha bo'lgan bilimni o'zlashtirar ekan. Shuning uchun prezidentimiz ham birinchi qilgan islohotlardan biri bu maktabgacha ta'limni qamrovini oshirish, ya'ni 2016-yilda 28% bo'lsa, bugungi kunda 80% ga yetkazildi bu. Va o'ylaymanki, o'zlaring ham amaliyotda bilasizlar, bog'chaga borgan bola bilan bog'chaga bormagan bolani dunyoqarashida yer bilan osmoncha farq bor. Shuning uchun bekorga bola boshidan deyilmagan. Shuning uchun yuqorida aytganingizdek, ma'muriy islohotlar natijasida hozir maktabgacha maktab ta'limi vazirligi tizim o'zaro biriktirilgan va biz maktabgacha yoshdan boshlab maktab dasturiga bolalarni tayyorlash tizimi joriy etilmoqda. Bu nima beradi bizga? Shu bola voyaga yetgan kunga qadar bitta bir-birini to'ldiradigan programma o'quv dasturlari orqali ta'lim olib va oliy ta'limga tayyor holatda umumta'lim maktablarni bitirib olmoqda. Va kelgusida bola voyaga yetgandan keyin shu belgilangan o'quv dasturlari davlat ta'lim standartini egallagandan keyin bu o'zi xohlagan oliy ta'lim muassasasini tamomlab va kelgusida shu yurtimizni sharafini himoya qiladigan, elga naf tegadigan qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar bir kadr bo'lib yetishi amaliyotda joriy qilingan. Bor bo'ling. O'zi Botirxon bugungi kunda ota-onalar ham aqlli, bolalar ham aqlli, maktabgacha o'zi tayyor bo'lib chiqishyapti. Pochmuchkalar deymiz. O'rganib, bola hamma narsani bilib, ayniqsa mana bu texnikalar bilan juda ham bir o'rtoq bo'lib, allaqachon ko'p narsani bilib borishyapti maktablarga. Biz birinchi sinfga chiqayotganda, maktabga borgandan keyin harf o'rganardik, harf yozishni o'rganardik, 1-2 ni o'rganardik, ko'k, qora, qizilni o'rganardik. Hozir bolalarimiz yozib chiqishyapti. Hozir bolalarimiz telefoni bilan boryapti. Borsam bir farzandimni olib borsam, qani o'qib ko'rsin deydi. Bu o'qib ko'rsa 1-sinfga, 2-sinfga olasizmi? Desam kuladi endi. Bugun ana shunday bo'lish kerak. Bugun hozir maktab o'sha programmasini kuzatib, o'zim qizim bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Buni baralla aytaman. O'zim bolam bilan shug'ullanaman va bitta narsani sog'inaman, haligi kundaliklardagi uy vazifalarini sog'inaman. Lekin o'sha qog'oz, o'sha kundalik ming afsus hozir yo'q, u telefonga bog'landi. Endi u kundalik o'zimda turadi. Bu ham qaysidir ma'noda bir yaxshidir. Ota-ona har qanday vaziyatda o'sha jarayonlarning hammasini kuzatib turadi. Onlayn. Ha.